Assalomu alaykum hamkasblar, ustozlar, shogirdlar. Mana bugun 13-aprel Jizzax viloyati. Havo yaxshi. Shu kechasi yana yomg'ir yog'ib o'tibdi. Normalligina, yaxshigina. Rapslar yaxshi gullagan. Kuni kecha video qilgan edim. Kechadan oldin kuni qilgan edim. O'shani o'zim ham yaxshilab eshitib ko'rdim, tingladim. Arada aytmay qo'ygan gaplarim bor ekan, ahamiyatga olmagan jihatlari bor ekan, muhimroq jihat bo'lgani uchun yana qaror qildim. Bugun yana shuni atvodga tayyorlash jarayonida, joyini tayyorlash jarayonida tushuntirib o'tishga. Mana o'zi bu tilashkamiz. Bitta mana unga kecha safar ham ko'rsatgandim. Ari so'ganman. Duh matchni 2 onali o'rtasidan bo'lingan 2 ona, ikki tarafda o'rtada разделительный решеткasi bor. Faneraning o'rtasiga kesib qilingan. Razmeri 15 ga 25. O'rtasi teshik. Mana o'zi ko'rsataman. Pustoyini. Mana. Tak. Mana joy tanlagandim. Hozircha olib qo'yib, teshikni ko'rsatay sizlarga. Keyin yana qaytarib qo'yaman. Hop, mana qimillab ketdi bu. Mana yana qaytarib qo'yib qo'yaman. Mana bu mashinaning yuqa qog'ozi. Vaqtinchalikka qo'qilgan, arilarni qo'yganimdan keyin bular yeb, nari bitta teshib, bir pasda yeb, 2 kun ichida bemalol aloqaga kirishib ketishar ekan. Buni sinab ko'rdim, sinovimdan o'tdi. Mana bu tarafini keyin ko'rsataman. Hozir buni qo'yib olay. Yerda asalli ramka bor, arra vizotalanmasin. Har bitta qilgan ishimni ko'rsatib bo'lmoqchiman. To'g'ri bo'lsa, to'g'ri deysizlar. Balki xatolarim bo'lar. Mana разделительный решетка. Razmeri 25 ga 15. Buni foydali jihatini ishlatib ko'rib, bahorda ikkita o'ylarni qilib ko'rsatgandim. O'zim ham natijasini ko'rdim, yaxshi bo'ldi. Undan bitta yaxshi rasplot oldim. Hozir ham yana bo'lishga tayyor bo'lib turibdi. Bu tilashkamiz bo'mbo'sh. Faqat pastda mana shu nechta yashik bor? 25 tami, 24 tami yashik bor. Mana bu yerda 4 ta bor. Bular bilan 26 ta. Общий 26 ta yashik bor. 26 ni 3 ga ko'paytirsak 72 ta. 75, 80 nechta ham bular? Arada bir ikkitasi yo'q, 80 taga yaqin ari bor. 80 tadan bu yerga 64 ta joy bor bu yerda telashkada. 64 ta, mana 4 tasiga soldim. 4 taga 60 ta joy bor. 60 ta joyga mana bunday qilib joy tayyorladim mana. Endi buni tushuntiraman. Mana bu asalli ramka, ozroq asali bor, pergasi bor ozroq. Bunda ancha kamroq ekan. Bunisi to'pinki. Mana bunisi mana asali ko'rinib turibdimi? Asali ozroq pergasi bor. Menda bor, undan foydalandim. Agar yangiroq ramka bo'lganda bundan ham zo'r bo'lardi, yaxshi bo'lardi. Keyin mana tuzqich deymiz. Biz diaframada o'rganganmiz. Karmoshka mana bu pustoy ramka, shtob lattani yopganda tushib ketmasligi uchun qo'yilayotgan bitta ramka, bo'sh ramka. Karmoshka ichida mana cho'pchasi tayyor. Ichida mana ikkita cho'pchasi bor. Keyin o'nlari bittasi tushmadi. Arilarni ovqatlanish uchun bunday qo'yib qo'yiladigan cho'pcha. Ikkita cho'pchasi tayyor. Mana bu diaframani mana bunday qilib tayyorladim. Arilar bekka nima solinadi? Bitta dona yerdan pishgan rasplot olib qilinadi. To'la rasplot. Qurti yo'q, yangi urug'i yo'q. To'la rasplot olib qilinadi-da, bekka qo'yiladi arisi bilan. Keyin matka shunga qo'yiladi. Mana bu asalli ramka tarab qo'yiladi. Bunga ikkinchi qilib bu yerga yana 2 gram ari qoqiladi. Bu arilar qayerdan? Mana shu yerdan olib qilinadi. Uzoqqa borilmaydi. Shunday sherdan olib o'qilib bekka solinadi. Bekka so'g'ilgan sababi bari ishchi arilar, tashqariga uchadigan, tashqaridan pirga olib keladigan, shira olib keladigan arilar, lotni arilar deyiladi. Qaytib ketadi ular. Bu yerda faqat yosh arilar qoladi.
Sabab yosh arilar qolgandan keyin unga qo'shimcha 2 gram qo'qiladi, zinchlab qo'yiladi bu. Turram opishi bekka keladi, 2 gram qaytib ketadi. Qisqasi bunga 2 gram to'liq ariq qoldiriladi bu yerga, qoladi. Natijada 2 gram qaytib ketadi. Rabochiy arilar. Mana endi bu yerda qolgan arilar nima bo'ladi bular? Bular tashqariga uchib olib keladigan, shira olib keladigan, pirga olib keladigan ari qolmaydi bu yerda. 3 kun, 4 kun, 1 haftagacha bu arilar tinchlanib qoladi. Matka oyoqdan kelganiga ro'y instinkti o'ladi, tinchlanib qoladi. Keyin bular bu yerda tashqaridan olib kelayotgan shira pirga olib keladigan ari bo'lmagani uchun men bekka yordamchi sifatida mana bunaqa ramka qo'yibman. Bitta ozroq pirgasi bor, ozroq shirasi bor. Sababi tashqaridan olib keladigan, betda boqadigan, bularga qaraydigan, tashqaridan pirga shira keladigan, olib keladigan arilar bo'lmagani uchun bir ramkani qo'yib beryapman, bularga shu yordam bo'lsin deb. Shuni ahamiyatga olish kerak. Agar bu yerga oddiygina ramka, pustoy ramka qo'yib qo'ysangiz, matka uruqqa kiradi, kirgan bilan bularga shira tashqaridan olib kelib uruqni boqadigan shira ham yo'q, pirga ham yo'q bo'lib qoladi. Kam bo'ladi, ramkada bo'lsa ham kam miqdorda bo'lib qoladi. Bu оборотni yaxshi ololmaydi nisbatan. Keyin yana qo'shimchasiga nima? Bu asalli pirgali ramka bilan yordam qildikmi? Endi mana issiqlik bilan yordam qilamiz. Nima deganda 2 gram issiqlik bilan mana diaframani tiraymiz. Mana bunaqa sintefondan qildim. Sintifonni yaxshilab bunday tirab qo'yiladi. Bu yerda rasprot turibdi, tirab qo'yiladi bu. Bu ma'lum vaqt to arilar rasprot chiqib, arilar yaxshi zinchlashmagancha buni siljitilmaydi, ramka ham qo'shilmaydi. Karmoshka qo'yiladi обязательно. Bekka bo'lgan kunimiz bu yerga suyuqroq qilib shira beramiz. Sababi bu aytganimdek tashqaridan olib keladigan shira yo'q, suyuq shira yo'q, suv yo'q. Tashqaridan olib kelishga arining o'zi yo'qda buning ichida sababi. Shuning uchun bularga yordam sifatida suyuqroq qilib 100 gram ozgina suyuq shira beriladi. Mana shunday qilsak, bu yerda arini rivojlanishini to'xtatib ham qo'ymaymiz. Qandaydir bir kamchilik bo'lmasligi uchun unga shunday yordam qilish kerak degan fikrga keldim. Bunday qilsak, menimcha ancha yaxshi bo'ladi bularga. Rivojlanish ham tez bo'ladi. Mana boya aytganimdek, hammasida bor mana. O'rtasiga qo'yilgan. Bitta asalli ramka, pirgali, issiq to'sqich, ovqat berishga idish, orqasiga latta ko'rpacha tushib ketmasligi uchun oddiy ramka. Keyin обязательно teshiklarni bilasizlar, tashqarida ikkita teshigi bor. Teshigini, pastki teshigini, litogini kichkina miqdorda ochib qo'yilgan. Mana shu 1 sm, 1.2 shunday qilib kesib tayyorlaganman. O'sha faqat kichkina teshigi ochiladi, pastki. Mana bu tepadagi teshiklari yopib turadi, mana ko'rinib turgan bo'lsa. Yopib turadi. Vaqtinchalikka 4 kun, 5 kun arilar yaxshi rivojlanib, kuchaymagancha, rasplotlar chiqmagancha tepadagi teshik ochilmaydi. Faqat pastdan foydalanib turishadi. Чтобы skvoznoy ko'p bo'lmasligi uchun yordam tariqasida issiqlikni ham bularga yordam qilib turish kerak bo'ladi. Mana shunaqa jihatlarni kecha aytmagan ekanman. Eshitib ko'rdimda o'zimnikini. Shu gaplar qolib ketgan. Hozir navada bitta hamta qilayotgan odam bo'lsa, qiziqib qilib qo'ysa, bu yerda shu narsalarni inobatga olib, asalli ramka qo'ymasa, yo ozroq pirgasi bor, asalli ramkadan qo'ymay, suyuqroq shira bermay bularga yordam qilmasa, buni oila o'zgarishi ancha sust bo'lishi mumkin. Qandaydir kamchiliklari bo'lmasligi uchun mana shuni aytib o'tyapman yana. O'zi hamma yashillarni shunday qilib tayyorladik. Mana bu mana hammasiga qo'yilgan. Joy tayyor bularga. Karmoshka, asalli ram, pustoy ram, diaframma, o'sha to'sqich sintifon qo'qilgan, issiq qilib ushlanadi mana. E'tibor bergan bo'lsalaring, sintifonni nari boshi ham, bu boshi ham devorga
tiyar tiymas bo'lib turibdi. Bir xili daji tiyadi, bir xili tiymay qolgan. Qisqasi issiqlikni saqlashga hozircha menimcha yetadi. Mana shunday qilib atvodga ajratamiz xudo xolasa. Keyin yana bitta gap, atvodkani boya eski ona bilan o'qib keldim, ro'y instinktini o'ldirdim. O'qib kelganda pechatni to'la pechat. Yarimi o'q qurt, yarimi yangi urug', yarimi rasplot emas. Faqat rasplot iloji boricha rasplot qayerda bo'ladi? O'zi aytaman. Bir xilla shunday arini boqyapti, ko'rdim. Sochib ushlashganda endi ramkasi qo'shimcha ramkalari ko'p. Qo'shimcha ramkasi ko'p bo'lgani uchun matkalar ayni issiq joydan boshlab urug'ni qo'yadi. Issiq joyga ozroq qo'yadi-da, keyingi partiyada tepparog'iga qo'yadi. Undan keyingi partiyasiga yana tepparog'iga qo'yadi. Keyin uni ichida rasplotni olaman, almashtiraman yo birovga rasplot beraman desangiz, o'siz rasplot, arada rasplot, yonida qurt urug' bo'ladi, yana yangi urug' bo'ladi. Uni bu yoqqa olib kelsak, u keyin men o'ylagan rasplotdan chiqqan payti, arilar chiqib bo'lgan payti, o'sha bitta olib kelgan rasplotim arilar chiqib bo'ladi, tasavvur qiling. Bu yerda qo'yadigan matka, urug'ni qo'yadigan urug'lar yangi urug'lar hali rasplot bo'lmaydi, yopilmagan bo'ladi. O'sha payti men o'sha payti bemalol 3 kun, balki 4 kundir, balki 2 kundir kamida vaqt bo'ladi. Men uni dorilab kanalidan bir sidra nol qilib qutulaman, xudo xolasa. Shunday niyatim bor. Agar keyin yana machni masalasida ham ko'plarni ko'rganman, 2 soatdan keyin ham beryapti. Endi bilmadim, kimlardir tajribasida qanchalik foydali bo'lgan, ko'plar eshitaman, 2 soatdan keyin beramiz, bir xil 6 soatdan keyin, bir xil ko'pincha ertasi kuni qo'yishadi. Bitta nimaga e'tibor berish kerak? Men olib kelayotgan joyimda ular yerda eski arilar qoldi bari. Eski arilar qolgani uchun ularga men 2 soatda yo 6 soatda ertasi kuni matchni bersam ham, ularni 100 taga bersam foizi bilmayman, 50% bo'ladimi, 60 bo'lar balki yaxshi bo'lsa. Ana shunaqa natijaga erishishim mumkin. U 80-90 ga men ko'zim yetmaydi. Sababi yerda eski har xil yoshdagi arilar bor. Arilar ular matkani ajratadi, o'zini matkasini xohlashadi. Qaysi bir jihati matkani yoqmaydi. Shuning uchun ular matka tanlab injiqlik qilishadi. Shuning uchun 5 kun davomida ularga qo'yib beraman. O'zlari mashinani cho'zishadi, yopishadi. 5-kun tumshug'ini mashinada yopiladi. Yopilgandan keyin men borib o'zimnikini qistiraman. Ular xuddi o'zinikidek qabul qilar ekan. Menga bu ma'lumotlar 100% deb kelgan. Mayli 100 emas, 90% bo'lsa ham men roziman. 90% qabul qilsa, 2 kundan keyin ularniki 5 kunlik, meniki ertasi kuni chiqadigan matchni. Yo kechiksa ertadan keyingi kuni chiqadigan matchni u aniq. 2 kundan keyin ochib ko'raman. O'zimni qo'ygan matchnigimni chaynab tashlamagan bo'lsa, bu 90% dan 10% ni aytmoqchiman. Chaynab tashlagan bo'lsa, o'zlarini ishlaganidan yaxshi joydan bitta yo'q bilan agar yaxshi ko'zim qiymasa, ikkita qoldirishim mumkin. Qolganini buzib tozalab qaytarib qo'yib qo'yaman. Bu aytganda 90% chiqib bo'ladi matchnidan. Meniki chiqib bo'ladi birinchi ulardan oldin. Nega deganda, nima deganda 4 kun, 5 kun meniki oldinroq ish boshlagan matchni tayyor. Qolganini men tozalab buzib tashlayman, menikini qabul qilaverishadi keyin. Keyin yana bu shunday qilganimiz sababi ham 5 kun bu yerda mana turtunimiz, turtovka arramiz, erkak arramiz 24 kunda chiqib bo'ladi. Men matkani bu yoqqa o'qitgan kunim, misol uchun bugun o'qitgan bo'lsam, 24 kundan keyin unda turtovka urug'im hammasi qolmaydi, chiqib bo'ladi bari. Arini ustida bo'ladi kanal hammasi. O'sha 24 kun menga kerak va 25 kun menga vaqt kerak. Sababi kanadan qutulishim uchun. Shuning uchun men katta o'yladan matkani bu yoqqa olib kelib ro'y instinktini o'ldiryapman. 5 kundan keyin mashinani beryapman. 5 kundan keyin mashinani bersam, u 7-kun chiqadi deylik. Kechikib bo'lsa ham 6-kun emas, ertasi kuni. 7-kuni chiqadi deylik. 7 kun vaqt o'tdimi? 7 kundan keyin ular vaqtliroq kirsa 8 kunda. Bo'lmasa 12 kungacha kirib bo'ladi. Hop, o'rta hisobda 10 kun deylik. 10 kunu bu yoqdan 7 kun bo'ldi. 17 kun vaqt o'tdimi?
17 kundan keyin u matga urug'ga kirsa, uni rasplot yopilgancha 9 kun vaqt kerak. 9 kun u yoqda 17 kun qancha bo'ladi? 26 kun bo'ladi. Ana turtopga 24 kunda chiqib bo'ladi. Menda ana shunda 2 kun vaqt bo'ladi. O'sha 2 kunda rasplot yopilmasdan bu yerdagilar chiqib bo'lgan payti yaxshilab dorilaymanda bir sidra kanalidan qutulaman. Keyin bekorga har 7 kunda, 6 kunda dorilaganimni har xil ximiya qilaverganimni foydasi yo'q. Men bu yil xudo xolasa faqat shaveliya kislotadan foydalanmoqchiman. Yoki sublimator bilan foydalanaman yoki suvli 30% 25% qilib foydalanaman xudo xolasa. Maqsad shu. Sizlar ham o'ylab ko'rib, fikrlaringizni bildiringlar, kommentariyada yozinglar. Tushunmagan joylaring bo'lsa, telefonimni ham aytib qo'yishim mumkin. 95 575 0601. Savollaring bo'lsa, mayli beringlar. Agar foydali maslahatlaring bo'lsa, uni ham aytinglar. Men albatta uni o'rganaman. Foydali jihatlarini albatta kimdandir bir xilla 10 minutlab gapiradi. Ana shu gapirganda hamma gapini tushunib, zakonni bilsangiz ham, zo'r bilsangiz ham. No, arada bitta yo ikkita ahamiyatga ega bo'lgan qisqa jumlali foydali maslahatchalar bo'ladi. O'shalarni men ham sizlardan olishga harakat qilaman. Sezonimiz omadli kelsin. Hammaga rahmat. Obunachilarimga ayniqsa qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat. Sog' bo'lishsin.